Şu qanchalik danışman. Şu ketgan vaqtning o'zida Liu Bei nima uchun yo'ldagi butun daraxtlarni kesib etinglar deydi. Şu Savsovning qishig'i borgandan keyin Savsovga haqiqatan bir umr xizmat qilib boqmadimi? Bir maqil ko'rsatib boqmadimi? Unda bo'lsa bugungi mazmun sal uzunroq, mazmun qiziqadigan do'stlar meni go'nja qilib filmning davomiga diqqat qilinglar. Şu taxallisi Yuanzhi. U kichigida bir namrat oila tug'ilgan, biroq kichigidilla bu ilm hikmatga noit yerisman bo'lib o'zligidan nurg'un kitoblarni, lashkari dasturlarni, Sunzining, Sunbingning harbiy ishlar dasturini to'liq o'qib chiqqan, bu jihatda xil kamolat yetgan. Keyin bu Shujouga kelgandan keyin bu yerdagi Sima Hui, Zhu Liang, Xu Juping qatorliq donishmanlar bilan Allohning o'g'an, bulardan ilm, hikmat o'rgangan, bular bilan tang dars o'qigan. Bularni do'st tutib, bular bilan yaqin do'st bo'lib o'tgan. Bu asli Jinjouga berib Liu Beiga xizmat qilishni o'ylagan. Chunki bu yerdagi Liu Bei hammalarning og'zida nayt odil, oq ko'ngil deb nomi bor. Shuning uchun bu yerdagi Shu bir yaxshi pasban topay deb Liu Jingxingning oldiga bordi. Biroq bundan qishda necha kun tura to'maylar bu yerdagi Liu Beining kamchiliklarini, abdi bashirisini to'liq tunib yetdi. Ya'ni Liu Jingxing oq ko'ngil bo'lgan bilan nayt irodasiz. Uning bir quruq nomi bor. U fazilatlik, iqtidorliklarni yaxshi ko'rsimi, qadrlab ishiltanmaydi ekan. Yomonlarga, munofiqlarga nafratlansimi, ularni yo'qotmaydi ekan. Ya lashkarlarni boshqarolmaydi ekan, ya huquqni quliga markazlashtirolmaydi ekan, ya oilasining ichki ishlarini yaxshi bir taraf qilolmaydi ekan. Shunga bundaq odam hargizmi cho'ng ishlarni vujudga chiqarolmaydi. Men xato tunib qopdim buni. Bu Liu Bei menga pasban bo'lishga texim loyiq emas deb bu yerdan ketdi. Endi bu yerda yenib berib Sima Huini izlab bordi. Endi mush vaqtning o'zida Liu Bei bilan uchrashib qoldi. Endi mush uchrashishdan burun oldingi kuni Liu Bei bilan bir qatim uchrashgan. Shundami bu vaqtda otni so'rg'ani bana qilib Liu Bei'ni haqiqatan oq ko'ngilmi deb buni bir qatim sinab baqqan. Endi bu yerda ikkinchi qatim uchrashdi. Ham hayotidagi cho'ng o'zgarishning birisi dal mush yerda yuz berdi. Bu vaqtning o'zida diqqat qilsanglar bundaq bir inchik tafsilot bor. Liu Bei shuni ko'rgandan keyin darhol o'zlari yotgan ejderhami yoki chuj sumruqmi? Men baya ishkirki uyda sizning Liu Jingxing'ninki kamchiliklarini to'liq tushunib, hech berganliklarini angladim. Haqiqatan katta kellar degandan keyin, voy men u ishki yilsi emas. Ular degan tulun oydur, men degan bir g'uva bir yulduz ular solishtirgan vaqtda. Degandan keyin bu yerga Liu Bei bakkam tarkallar o'zlarining istidatini intayin yuqori kelgan bakkam tarkallar deganda Sima Hui nim dedi, Liu Bei'ga taqan tag'isi haqiqatan to'g'ri etlar. Istidati eng yuqori, eng kamolat ketganlar dal shundaq noit kamtar bo'ldi deydi. Demak, Sima Huining bu bahsdan qarsak, Shuning istidati hargizmi Zhu Liang Pangtonglardan kam emas. Lekin Shuningki go'jusi bir qadar kichik. U Pangtong Zhu Liangdan qaraganda go'jusi kichik bo'lib qolganligi uchun bu cho'ng ishlarni qilolmay qoldi. Garchi istidat bo'lgan bilan, ya'ni ormonga tushliq darmon yo'q bo'lib qoldi. Shu bu yerga kelishdan burun Liu Bei turayotgan Xinyi baliqi bor edi. Bu yerga xalqlar nim degandi, Liu Bei'ga qanday qaraydigandi deb. Mush vaqtning o'zida shu mundaq bir qo'shiqni anglaydi. Xaqan tag'isi Xinyining begi u kelib tugidi elning g'imi. Shu buni anglab Liu Bei haqiqatan yaxshi pasbanka. Xalqning orasida shundaq yaxshilarni qilibdi. Kaginiga bir ajil olmay turib deb Liu Bei'ga haqiqatan qoyil bo'ldi. Biroq Liu Bei'ning dasmisi oz. Endi mush yerda o'ylagan bo'lsanglar mumkin. Shu nimish darhol Liu Bei'ga beqinib Liu Bei'ning ishlarini taraqqiy qildirmaydi deb. Liu Bei ara Xinyi baliq bir kichikga turayotgan. Buning qo'shillarimi oz, boylig'im oz, dasmisi oz bo'lib qolg'ashqa bundaqlar buningga tayansam cho'ng ishlarni qilolmasmanki deb o'ylab beshida bak o'zi tashabbuskor bo'lmagan. Dal mush sabab. Ya'ni siz Tsinghua Beida universitetida katta diplom deb o'qib keldingiz. Endi kelib bu yerga bir kichik bir shirkatda ishlagingiz kelmaydi albatta. Undaq cho'ng istidotingiz bo'lganki cho'ng shirkatda ishlagingiz keldi, shunami? Bu normal hodisa insonchilikdagi. Endi shuni bilan bu yerda Liu Bei qayta o'tinish orqali shuni haqiqatan o'zi keltirib oldi. O'ziga mushavir qilib buni to'liq qoyil qildi. Endi bu yerda shu Liu Bei'ga rasmiy Xinyi baliq bag'andan keyin Sauronning 8 taraflik oltin qilib sepini qandoq buzyapti. Keyin Liu Bei'ning qishidan Savsovning qishiga ketganda Savsovga haqiqatan aql ko'rsatdimi, ko'rsatmadimi? Undan bu mazmun qiziqadigan do'stlar, keyingi songa diqqat qilinglar. Vaqt munosabat uzrab ketganligi uchun bu mazmun ikkiga parchalabyapti. O'nji qo'yasanglar mazmunning davomini ayat yo'llab berman. Kashda Jibojanda yana davomli parchalik haqida qisqacha muhim mazmunlarni so'zlaymiz. Yoqtirgan do'stlar kashda Jibojan kirishni unutib qolmanglar. Rahmat.